Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Hurmatli yurtdoshlar, yana bir fayzli xonadonga navbatdagi zakaz bo'yicha tayyorlagan lazerli variantdagi Lexalli navesimizdan ustanovkasini qilib tugatdik. Albatta videoni oxirigacha ko'rib, ishimizga baho berasizlar. Yo'qsa bittadan like bosib, xonadoniga shunaqangi sifatli lazerli Lexalli naveslar, shumkali naveslar, uzum toklar qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqishlaring mumkin. Aziz yurtdoshlar, videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan navesimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqangi materiallarda yasaldi, 1 kvadrat metrni necha puldan yasab ustanovkasini qilib berdik. Albatta xonadoniga shunaqangi uzum tok, temir naves, shumkali naveslar qo'ydirish rejalashtirib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu hovlimiz kvadrat holatda bo'lgan. Xonadon egalarining zakaziga qarab, o'rtasida mana shu 6 metrga 6 metr joyini ochiq holatda qo'yib, havo aylanishini hisobiga, yorug'lik tushishini hisobiga ochib, aylanasini naves qilib o'ra berganmiz. Endi mana shu ko'rib turgan joylaring 260, bu tomon ham 260 cm da va 3-chi tomon ham 260 cm da bo'lgan. Bu 4-chi tomoni ko'rishlaring mumkin. Bu darvozaxonadan kiraverishdi. 360 cm qilganmiz. Sal bu yoqlarga qaraganda kattaroq bo'lgan. O'xshi bu navesimiz aziz yurtdoshlar, profil temir mahsulotlaridan yasaldi. Lazerli variantda qilib ko'rishlaring mumkin. Shu o'rtadagi firmalari, ustunlarini ham G holatda qilib, baquvvat qilib, sifatli qilib ishlab berganmiz. Kashaklari, xorilari, hamma joyi lazerli variantda qilib, hozirgi kunda juda ham bir trendga chiqib turgan navesimizdan ustanovka qildik. Bu ustanovka qilgan navesimizni albatta profillari 1.7 lik stenali profildan foydalanganmiz va tepasiga har 50 cm ga aziz yurtdoshlar 3.2 lik profilni 1.5 lik stenalisidan qatirib chiqilgan. Albatta uni Lexan qatirish maqsadida qo'yiladi. Oralariga polnimo lazerli variantda qilingan joyi 1.8 lik listdan chiroyli qilib lazerda gul o'ydirib ishlangan. Polni mana shu birlashgan stiklarini ham aziz yurtdoshlar germetiklab, ortiqcha bir shlaklarsiz juda ham ideal holatda qilib ishlab o'rnatilgan. Endi ofis sommasi juda ko'p yurtdoshlarimizga bu navesimizning narx-navosi qiziq. 550 ming so'mdan tayyorlab berdik. Albatta aynan mana shu shumkali variantda bo'lsa 450 ming, 460 ming so'm chiqadi narxi va mana shu ustunlariga, mana xorilariga, tepadagi firmalarini albatta lazersiz bo'lishiga qarab narxi 400 ming so'mdan 700 ming so'mgacha chiqyapti. Aynan mana shu navesimiz ofis sommasi 55 millionga to'g'ri kelyapti. Tevasiga 15 yillik garantiyaga ega 1 kvadrati 110 ming so'mlik rossiyskiy Lexandan qatirib berilgan. Albatta bu navesimizni temir ishi ham mokriy asfalt svetga bo'yalib, tevadagi Lexan ham mokriy asfalt svetdagisini qatirib, bir-biriga padmas tushadigan qilib, chiroyli qilib bitirib yakunladik. Aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, xonadoniga shunaqangi temir naveslar qildirish niyatida yurgan bo'lsalaring, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqishlaring mumkin. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.